Hammaga salom. Sizlar bilan men Mirza Karimov kanal. Bugungi videoda biz Dallas 26 eng katta muammolardan biri grafikani to'g'rilashni o'rganamiz. Xo'sh, video boshlanishidan oldin bir dona like va bir dona obunani bosib qo'ysam maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lar edi. Xo'sh, bo'lmasa men videoni boshladim. Xo'sh, birinchi bo'lib biz sozlamalar bo'limiga kiramiz. Va bu yerdan Advanced bo'limini tanlab olamiz. Ko'ryapsizmi? Endi esa bu yerdagi Graphic Options degan joy bor. Xuddi mana shu yer. Mana shu. Xo'sh, endi sizda har xil turgan bo'lishi mumkin. Men o'zim shunday qilib oldim. Sizlarga xuddi shunday qilib olishni maslahat beraman. Sizda auto 30, misol uchun 60 auto bo'lishi mumkin yoki quality ikkinchi qatoridagisi medium yoki low bo'lishi mumkin. Troubleshooting esa eng muhimlardan biri, qo'shishga yordam beradigan joyi. Xo'sh, buni ham oxirga qo'yib olishingizni maslahat bergan bo'lar edim. Va grafikani frame rate va FPS ni balandroq qilishingizni maslahat beraman. O'shanda sizning telefoningiz qochishlar, laglar juda ham kamaygan bo'ladi. Xo'sh, iloji boricha telefoningizga qarab FPS ni moslab mo'ljallab qo'ying. Eng yaxshisi 60 FPS, umuman qotmaydi. Va quality ni ham agar telefoningiz o'rtacharoq bo'lsa, medium, agar salgina kuchsizroq, eskiroq telefon bo'lsa low, agar kuchli bo'lsa, o'rtadan sal balandroq bo'lsa ham high'ga qo'yishingizni maslahat beraman. O'shanda maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lar edi. Xo'sh, video sizlarga yoqqan bo'lsa bir dona like va bir dona obuna bo'lishini so'rab qolamiz. Agar bu videoda 50 ta like bo'ladigan bo'lsa, biz keyingi videoda biz bu va bular haqida hamma ma'lumotlarni berib chiqqan va sizga o'rgatgan bo'lar edik. Ipidan ignasigacha bo'lgan hamma nastroykalarni sizga o'rgatib, siz o'zingiz so'raganda ko'rsatib beradigan darajada o'rganishga men va'da bergan bo'lardim. Xo'sh, video sizga yoqqan bo'lsa bir dona like va obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Video tugadi. Hammaga xayr, sog' salomat bo'ling.